Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan o'sha Shohacraft do'stlar. Albatta video boshlashimdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar do'stlar va men yangi skin qildim do'stlar. Albatta sizlarga yoqdimi? Kommentariyada yozib qoldiring do'stlar. Do'stlar, bizning mehmonimiz kanalimizga birinchi marta chiqayotgan Elnuchik bo'ladi do'stlar. Albatta Elnuchik eski kanalini sotib yubordi do'stlar va yangi kanal ochib qo'ydi. Yangi kanalni men kommentariyada qoldiraman do'stlar. Albatta o'tib ularga ham podpiska tashlab qo'yish esingizdan chiqmasin do'stlar va albatta video asosiy nomi va qanaqa bajarilishi, albatta kim ko'proq mob topish do'stlar. 3 minut timer qo'yiladi. 3 minutda kim ko'proq mod topsa. Va mana do'stlar, menga ham kirib oldik va hozir qidirishni boshlaymiz. Do'stlar, qidirishni boshlaymiz. Bitta mob va netda yana ikkita mob, 3 ta mob va hozir qidiramiz 3 ta mob do'stlar. Adashib ketsam o'zi montajda qo'yaman do'stlar. Men qidirib yuraveraman. Hozircha 3 ta mob, yana 4 ta, 5 ta va 6 ta. Yo'q, bularni sanadim shekilli. 6 ta mob mayli. Tak 6 ta. 2 minut vaqtimiz bor do'stlar. Yo'q, 3 minut deyish. Tak 6 ta mob. Yana afsuski men qishloqdan paydo bo'lmadim-da. Shunda ko'proq topar edim. 7 ta mob do'stlar, 7 ta mob va do'stlar 2 minut vaqtimiz qoldi. 8 ta mob, 9 ta mob. Yana qidiramiz. Do'stlar, yana 1 2 3 nechta mobga kelgan esimda yo'q, o'shanga sanab ketdim va do'stlar 1 minut vaqtimiz bor. 1 minut. Qidiramiz. Tez. Yana bittasi montajda qo'yaman, nechta mob bo'lganini. Va do'stlar, afsuski vaqtimiz shu joyda nihoyasiga yetdi do'stlar. Men bilmayman qancha mob topganimni do'stlar, montajda o'zim qo'yib yuboraman. Endi qani ko'ramiz Elnuchik nechta topar ekan. Barchalarga salom alaykum obunachilar. Sizlar bilan o'sha Elnuchik emas, Serifer, chunki men o'sha nickimni almashtirdim. Seriferman. Endi men Serifer deb chaqiraverasizlar, lekin men o'sha sizlar bilgan eski Elnuchikman. Plus bugungi videoligimizda bitta obunachi menga yozib qoldi. Birga videolaylik, collab qilaylik dedi. Men zerikib turgandim, o'zi shappa video olyapman hozir. Plus maqsadimizda 3 minut ichida kim ko'p mob topish. Biz ko'p cho'zib o'tirmasdan videomizni boshladik. Biz videomizni boshlab oldik, lekin hali vaqt boshlanmadi. Chunki men o'zimga endi tayyorgarlik ko'raman. 1 2 3 vaqt ketdi. Xo'p, biz 3 minut ichida kim ko'p mob topish o'yinini o'ynamoqchimiz. Hop, bizda bitta 2 ta mob bor, 3 ta mob bor va 3 4 aytda bitta qo'yib bor ekan. 3 4 5 6 o'ytdagi bitta qo'y bilan 5 6 7 biraz qishloqcha bor ekan mollar. 7 8 9 o'ytda 10 11 12 buni sanadi 13 14 15 16 17 yana bitta go'limmi? 17 bo'lsa ekan, bu sanagan go'lim ekan. Xo'p, endi mana bu bilan 17 18 19 20 21 bolasi bilan 22 ana to'qcha bilan 23 bitta quyoncha bilan 23 20 o'ta to'q bilan 24 25 25dan keyin go'lim sanaganman. 25 ana 26 27 1,5 oldi, 1,5 metr oldi, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 bo'ldi. O'sha minutdagi qo'y bilan 35 qani qullar qo'yib ketamiz. Tenga desam 35 36 bilmadim, meni obunachim qancha qilgan, lekin men bilaman. 36 mob chiqmaydimi va rujga chuqunishdi bir skelet zombi degan. Necha dedim? 36 damida, men 36 dedim.
36 apasi jilda qani bu bilan o'zimdan o'tiribdi 37 hazillashdim o'tda bitta to'g'ri ko'rdim 38 39 40 ayta ko'rinmas egasi bor 41 42 14 sekund 42 43 cho'chqa bilan 43 7 sekund 43 bitta topeli 7 sekund ichida 43 apasi jilda qani bu bilan 43 yo'q tugadi voy mana 3 minut oshib ketdi уже 3 minut 7 sekundmi bo'ldi xullas men shu bo'yicha 49dan kreditdan topdim adashib ketdim orada o'zim sanab ketayotganimda orada adashib qoldim xullas o'zlaring montajda chiqarib qo'yasizlar tepaga xullas shuncha bo'lib topdim bo'ldi va shu bilan videolar tugadi deb umid qilaman yana bilmadim xullas sizlar bilan seriferiyada va reklama qilib ketishim kerak ya'ni men yangi kanal ochdim sizlar bilgan Enochik kanali endi yo'q endi serifer kanali bor YouTube'ga serifer deb yozasizlar attiga 5 dona obunachisi bor bitta kambag'al youtuber chiqadi o'shanga obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ldi sizlar bilan Enochik edi xullas barchaga xayr sog' salomat bo'ling Va do'stlar, afsuski ko'rganingizdek Elnurchik bizni yutib chiqdi do'stlar. Tan olaman, Elnurchik yutdi, endi qishloqda paydo bo'lib, mayli bahona qilmaymiz do'stlar. Va albatta yangi skinimga baho beringlar do'stlar va mana Elnurchikni yangi kanalini kommentariyada qo'ydim do'stlar. Albatta o'tib obuna bo'lib qo'yinglar va Shohacraftdan salom deb qo'yish esingizdan chiqmasin do'stlar. Va do'stlar, albatta video sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar.